Eron AQShning Kuvaytdagi aviabazasiga hujum qildi. Jarohatlanganlar bor. Bloomberg. Eron o'tgan hafta AQShning Kuvaytdagi aviabazasiga ballistik raketa bilan hujum qildi. Oqibatda bir nechta amerikalik harbiy yengil jarohat oldi. Bu haqda Bloomberg xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, hujumda ikkita zarba beruvchi MK-9 Reaper droni jiddiy shikastlangan. Ushbu aviahujum AQSh prezidenti Donald Tramp o't ochishni to'xtatish rejimini uzaytirish bo'yicha kelishuvni ko'rib chiqayotgan bir vaqtda amalga oshirilgan. Kuvayt havo hujumidan mudofaa tizimi bazaga uchirilgan. Fatih 110 raketasini urib tushirgan, biroq uning qoldiqlari Ali al-Salim aviabazasiga kelib tushgan. Bitta Reaper droni yo'q qilingan va kamida bittasi jiddiy shikastlangan. Bunday dronlarning har biri taxminan $30 million turadi. AQSh markaziy qo'mondonligi hujum yuzasidan munosabat bildirmadi. Fatih 110 raketasi 500 kilogrammlik jangovar kallakni olib yura oladigan qisqa masofali ballistik raketa hisoblanadi. Eron urushda AQShning $1 milliard dronlarini yo'q qilgan. Tehron urush davomida AQShning Jassim-R va Tomahawk qanotli raketalari, shuningdek Txad, Patriot, PAK-3 va SM-3 Block IA kabi havo hujumidan mudofaa raketalari kabi qimmatbaho o'q-dorilar zaxiralarini kamaytirdi. Pentagon ma'lumotlariga ko'ra, Epic G'azab operatsiyasida hozirgacha 14 nafar amerikalik halok bo'lgan, 409 nafar esa yaralangan. Eron urush boshlaganidan beri AQShning 30 tagacha MK-9 Reaper zarba beruvchi dronlarini yo'q qilgan. Ularning umumiy qiymati qariyb $1 milliard tashkil etadi. AQSh urushda samolyotlar ekipaji uchun xavflarni kamaytirish maqsadida Reaperlardan keng foydalangan. Bunday dronlar Hellfire raketalari yoki boshqariladigan jidam aviabombalarini tashish quvvatiga ega. Amerika qurolli kuchlari uchun Reaper dronlarini ishlab chiqarish allaqachon to'xtatilgan. Keyingi avlod hisoblangan reaktiv Avenger dronlaridan esa atigi 10 taga yaqin ishlab chiqarilgan. Ma'lumot o'rnida AQSh o'tgan hafta Eron janubidagi raketa maydonchalari va mina o'rnatishga urinayotgan qayiqlarni nishonga oldi. AQSh markaziy qo'mondonligi ma'lumotlariga ko'ra, ushbu zarbalar o'z-o'zini himoya qilish hamda qo'shinlarni Eron kuchlari tahdididan muhofaza qilish maqsadida amalga oshirilgan. Hujumlar Eron harbiy dengiz bazasi joylashgan Bandar Abbos yaqinidagi hududga berilgan. Kuvaytdagi bazaga hujum mazkur aviazarbalar ortidan amalga oshirilgan. Ukrainada hammasi shunday boshlangan. Lukashenko Armanistonga tahdid qildi. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko Armaniston xalqini Yevrosiyo ittifoqi va Yevropa o'rtasida tanlov qilishda Ukrainada sodir bo'lgan voqeani takrorlamaslik uchun jiddiy ehtiyotkor bo'lishga chaqirdi. Bu haqda Belta xabar berdi. Lukashenkoning fikricha, Armanistonning Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqidan chiqishi va Yevropa ittifoqi bilan yaqinlashganligi mumkinligi haqidagi bayonotlar Armanistonda 7-iyun kuni bo'lib o'tadigan parlament saylovlari munosabati bilan yangramoqda. U Armaniston rahbariyatining bayonotlarida yo'yni kamsitish kuzatilayotganini qayd etdi. Armanistonda bo'lajak parlament saylovlari fonida Moskva va Yerevan o'rtasidagi munosabatlar keskin yomonlashdi. Rossiya Armanistonning amaldagi bosh vaziri Nikol Pashinyanni g'arbparastlikda ayblamoqda. Shuningdek, Rossiyaning tashqi sanoat qurilish guruhi rahbari tadbirkor Samvel Karapetyanning ham saylovga kiritishni talab qilmoqda. Rossiya, Belarus, Qozog'iston va Qirg'iziston rasmiylari 29-may kuni qo'shma bayonot e'lon qilib, Armanistondan referendum o'tkazish va mamlakatning yoyda qolishi masalasini hal qilishni talab qildi. Ularning fikricha, Yerevanning Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lishiga tayyorgarligi yoyi mamlakatlari uchun iqtisodiy xavfsizlikka jiddiy xavf tug'diradi. Bayonot mualliflarining fikricha, ular bu bilan bog'liq zararning oldini olishi kerak. Ostonada bo'lib o'tgan yoyi sammit yakunlari bo'yicha matbuot anjumanida Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ukrainadagi inqiroz hozir Armanistonda sodir bo'layotgan vaziyatga o'xshash vaziyatdan boshlanganini ma'lum qildi. 7-iyun kuni Armanistonda parlament saylovlari bo'lib o'tadi. Unda amaldagi bosh vazir Nikol Pashinyan yetakchilaridan biri sifatida ishtirok etadi. So'nggi bir necha yil ichida Armaniston Yevropa ittifoqi bilan yaqinlasha boshlagan. Saylovlardan 2 hafta oldin Pashinyanni Donald Tramp ham qo'llab-quvvatladi. Rossiya Pashinyanni g'arbparast siyosat yuritishda ayblab, Armanistonda tergov ostida bo'lgan tadbirkor Samvel Karapetyanning saylovlarda ishtirok etishiga ruxsat berilishini talab qilmoqda. May oyi oxirida Rossiya Yerevanning Yevropa ittifoqi bilan yaqinlashuvi tufayli Armanistonga neft va gaz yetkazib berishni to'xtatish bilan tahdid qildi. Shu bilan birga bir necha kun davomida turli bahonalar bilan Armanistondan Rossiyaga bir qator mahsulotlar
gullar, sabzavotlar, qulupnay va jermuk mineral suvining olib kirilishi taqiqlandi. E'tiboringiz uchun rahmat. Videoga like bosing va fikringizni kommentariyalarda qoldiring. Xayr, salomat bo'ling.